25-oktyabr Ichki ishlar organlari xodimlari kuni munosabati bilan Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida bayram tadbiri o'tkazildi. Unda nafaqat xizmatdagi, balki nafaqadagi xodimlar ham ishtirok etishdi. Tantanali tadbirda fidokorona xizmat qilganlar taqdirlanishdi. Hozir shu haqda. Bugun 25-oktyabr Ichki ishlar organlari xodimlari kuni. Shu munosabat bilan Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy binosida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Bayram tadbirida boshqarma shaxsiy tarkibi va hozirda yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan nafaqaga chiqqan xodimlar ishtirok etishdi. Bayram tadbiri yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Aziz Sirojiddinovich tomonidan viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining bayram tabrigini yig'ilganlarga yetkazish bilan boshlandi. Shundan so'ng uzoq yillar viloyat yo'l harakati xavfsizligi tizimining turli lavozimlarda faoliyat yuritib, xalqiga yurt tinchligi yo'lda sadoqat bilan xizmat qilgan bir necha xodimlar nafaqaga kuzatildi. Ularga an'anaga ko'ra to'n kiydirilib, qilgan xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirildi. Nafaqaga chiqqan xodimlar ham o'z o'rnida so'zga chiqib, yosh xodimlarga o'zining orttirgan tajribasidagi o'gitlarni berib o'tishdi. Bundan tashqari, tadbir davomida avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlashda olib borilayotgan ishlarda o'zining ijobiy tomonlarini ko'rsatgan, hamkasblariga o'rnak bo'la olgan yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tashakkurnoma va pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Tadbir so'ngida mehmonlar va barcha boshqarma shaxsiy tarkibi uchun dasturxon yozilib, osh tarqatildi. Bugungi o'tkazilgan tadbirdan barcha xursand. Albatta, bu kabi tadbirlar yosh xodimlarni ishga va kasbiga bo'lgan mehri va sadoqatini oshiradi.